Salom do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana a'lo va uzoq tanaffusdan so'ng yana sizlar bilan mana shu kontentda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bilaman, men ham sizlarni sog'inganman ancha, sizlar ham bilmadim, yoki meni yoki a'loni sog'inganlaring aniq, yoki obzorlarimizni. Sizlar uchun bugun zo'r yangilik tayyorlab qo'ydik. Orada ancha muddat tanaffus qilganimiz sababi ozgina ishlar bilan masalalar bo'lib qolib kontent qila olmadik, lekin xudo xohlasa 2026-yil kirib kelayotgan, avvalo barchani tabriklayman. Kirib kelayotgan 2026-yil barchaga fayzli, juda ham zo'r, omadli, baxt saodatga boy yil bo'lishini tilab qolaman. Endi tilaklarimni aytib olaman shunaqa qilib kontentimizda. Sizlarga mayli cho'zib o'tirmayman. Kontent davomida suhbatlashamiz hali. Bir qancha sizlar uchun yangiliklarimiz bor, gaplarimiz bor. Demak, gapni cho'zib o'tirmasam, bugun sizlarga texnika olamiga yangi kirib kelgan, ya'ni smartfon, ana shu texnikalar olamiga yangi kirib kelgan, ayni qo'limdagi G2000 Tab plansheti bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Ya'ni bu planshet yaqinda chiqdi, bizga ham yetib keldi. Juda ham zo'r, asosiysi byudjetli segment variantida o'zingizga, ishingizda yoki farzandingiz o'qishlari uchun kerak bo'ladigan planshet yoki qanaqadir texnika qidirayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu qo'lim turgan Tab aynan siz uchun tavsiya qila olaman. Byudjet segmenti juda ham zo'r. Men buni o'rganib chiqdim o'zim, hozir sizlarga qisqagina qo'limdan kelgancha yetkazib berishga, ma'lumotlarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Tayyor bo'lsangiz, bitta like ni bosib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, uyat bo'ladi endi. Demak, biz mana shunaqa chiroyli kayfiyatda kontentimizni boshlaymiz. Do'stlar, demak, doimiydek birinchi o'rinda aynan qo'lim turgan planshetni unboxing qilamiz. Korobka komplekti bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, ochganimizda bizda nima bu? Ochganimizda bizda mana bu narsa chiqadi. Bu xo'p, planshetni g'ilofi deb tursak bo'ladi, lekin aynan bu boshqa narsa. Hozir ko'rsatib beraman. Undan keyin bu xo'p, planshetimiz uchun maxsus ekraniga nima desa bo'ladi, anaqa bo'ladi, laminat ekan. Va undan tashqari ko'rishingiz mumkin, chiroylikgina planshetimizni o'zi. Aynan bu planshetning green rangi. Va boshqa ranglari ham bor. Hozir ularni ko'rsatib o'taman, tanishtirib o'taman. Va bizda klaviatura juda ham zo'r. Demak, bu juda ham meni nazarimda, to'g'risi, rostini aytaman, shu paytgacha klaviaturalik planshetni endi ochib ko'ryapman. O'zi biz asosan smartfon yo'nalishida bo'lganimiz uchun planshetlarni uncha sizlarga obzor qilmaganman, shuning uchun balkim bilmadim, ko'zim tushmagan bo'lishi mumkin bu narsaga. Mana shu yangilik bo'ldi, sizlarga ham ko'rsatib beraman qanaqa ishlashini. Xo'p, undan tashqari bizda adapter chiqadi, zaryadlovchi adapter va USB Type-C kabeli. Bularni ham mabitga qo'yib turaman. Va zo'r pluslardan biri aynan o'qishingiz uchun audio kitoblar yoki umuman farqi yo'q. Kino ko'rasizmi, serialmi, naushnik, ya'ni quloq uchun albatta kerak bo'ladi va o'zida mana shunaqa naushnigi chiqadi. Xo'p, undan keyin bu yoqda biz ko'rishimiz mumkin ruchkasini. Bu orqa tomondagi ruchka orqali ekranni boshqarishingiz mumkin bemalol. Oldi tomoni esa to'g'ri ruchka bo'ladi, ya'ni yozish vazifasini bajaradi. Aynan o'qiydiganlar uchun juda ham kerakli ekan meni nazarimda. Va mishka, ya'ni o'zbek tilida aytganda sichqoncha chiqadi. Unboxingda faqatgina shular, boshqa narsalar hozircha yo'q. Endi planshetni umumiy ko'rib chiqishdan, xarakteristikalarni tanishtirishdan boshlayman. Do'stlar, demak, planshetimiz nomini qaytarib o'taman. G2000 Tab nomli planshet. Ustidagisini olib olamiz va ko'rishinglar mumkin, mana shunaqa kattagina, katta lekin nozik va ushlash uchun menimcha qulay, ya'ni og'ir emas. Bemalol ko'chada o'qishda foydalanib yurish mumkin. Do'stlar, planshetimizning asosiy jihatlarini masalaga hozir tanishtirib o'taman. Qisqagina qilib gapni cho'zib o'tirmayman. Demak, o'zining korobkasida bir qancha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni keltirib qo'yishgan. Bularning asosiylari, eng asosiy pluslari planshetimizni. Xo'p, asosiysi protsessori octa-core, bundan tashqari ekrani 10.10.1 HD+ dyumdan iborat va aynan qo'lim turgan planshet sim kartali planshet, bilasizlar, qimmatroq bo'ladi, lekin qo'lim turgan byudjetning juda ham zo'r sifatlisi. Xo'p, qo'limdan kelgancha maqtamayman, endi foydali tomonini aytaman sizlarga. Endi u xarid qilish yoki
xarid qilmaslik sizga ma'qul keladigan tomoni, ma'qul kelmaydigan tomoni bor. U endi o'zingizga bog'liq. Men shunchaki o'zim bilgan ma'lumotlarni sizga taqdim etib, sizga tavsiya qila olaman xolos. Olasan deb aytmayman hech qachon. Sizlarga har doim masala tomonman, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, davom etamiz. Demak, sim kartali ikkita sim karta qabul qiladi ushbu planshet. Bundan tashqari, aynan xotira varianti 16 GB RAM va 512 GB RAM. Voy, serial, kinolar aynan qish mavsumida hozir uyda, issiqqina uyda olib, Wi-Fi ga ulab turib yoki sim kartani qo'yib turib, YouTube ochib olib klip ko'rishga yoki qanaqadir kinolarni tortib ko'rishga juda ham zo'r. Meni nazarimda, aynan bayram arafasi ichida juda ham zo'r. Xo'p, undan tashqari nima ishlaydi? Lokatsiya ishlaydi va Android 13 da ishlaydi. Aynan planshetimiz Android 13 sistemasida, tizimida ishlaydi, versiyasida. Eng zo'r tomonlari yana bir tomoni, planshetlarda ko'p uchratmayman, kamerasi xira bo'ladi, lekin qo'lim turgan planshet selfie uchun ham, video qo'ng'iroq uchun ham, zoom meetinglar uchun ham juda ham zo'r. 32 megapiksel oldi kamerasi bor. Bundan tashqari orqa kamerasi esa 50 megapiksel, ishonasizlarmi? Bu почти smartfon bilan bir xil. Va eng katta plyuslaridan yana bittasi 8000 mAh batareya kuchi. Bu degani juda ham ancha muddatga, aytaylik, planshetdan o'rtacha 1-2 kun mobaynida bitta quvvatlab turib, 1-2 kun bemalol ishlashingiz mumkin, zaryadi tugamaydi. Va shu joyda aytib o'tishim kerak, planshetimiz ko'rishingiz mumkin 6 xil rangi bor. Ko'rishingiz mumkin seriy, mana bu qanaqadir rang, qora, yashil, siyoh rang va qizilga o'xshagan, sabzi rangiga o'xshagan rangi bor. Ana shunaqa. Aynan planshetni aytib o'tganimdek, G2000 nomi, planshetning nomi G2000. Hozir men sizlarga mana bu narsasini ko'rsataman. Boshida g'ilof dedim, lekin g'ilof emas bu. Asli to'g'ri g'iloflik vazifasini bajaradi, lekin asli g'ilof, lekin boshqa vazifani ham bajaradi. Xo'p, buni shunday kiydiramiz. Planshetimizni endi notebook qilamiz, tushunasizmi? Planshetdan notebookga o'tamiz. Shunday qo'yamizda, mana bu orqasida tragichi bor. Uyda gilam ustida zo'r tiraladi. Mana bu stol ustida sal nimalar yo'q uchun tiralmayapti yaxshi. Qo'yasiz buni, keyin mana buni olasiz, buni qo'yasiz. Mana shu holatga keladi va sizga maxsus sichqoncha bor mana. Ko'rasizmi? Notebookcha bo'ladi, ya'ni mini notebooklar bo'ladi. Bir xil o'chalar bilan klaviaturasiga ega bo'lishi mumkin emas. Shunaqa yumshoq, mazza qilishni, bunday qilganingizda mazza qilasiz, ishonavering. Bundan tashqari, o'zidan o'sha ruchkasi, ekranni boshqarish uchun orqa tomoni va darslaringiz, vazifalaringizni tayyorlashingiz uchun oldi tomonda yozib, orqasida shunday narsalarni o'tkazib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aynan mana shu planshetni bemalol notebook ko'rinishida ishlatishingiz mumkin va mana shunaqa juda ham kuchli bo'lgan himoyasi bor. Ya'ni tushib ketsa ham mana bu narsa juda ham mustahkam ushlab qoladi. Qattiqqina ko'chada mana bunday qilib bemalol olib yurishingiz mumkin. Demak, bu planshetni biz kimlarga tavsiya qilamiz? Ishlaydiganlarga, uyda o'tiradiganlarga, uy bekalariga. Umuman nima demoqchiman? Planshetdan ishda foydalanishingiz mumkin. Hisobotlar, отчетlar yoki boshqa narsalar. Uyda farzandlar uchun berishingiz mumkin. O'yinlar o'ynashi, kinolar tomosha qilishi, multfilmlar ko'rishi yoki asosiysi maktab o'quv mahsulotlariga bemalol berishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham zo'r, idealniy variant. Ekran dyumi katta, tiniq ishlaydi, batareyasi ko'p ketadi. Sim kartali asosiysi bemalol sim karta olib berib foydalantirishingiz mumkin farzandlaringizga. Telefondan ko'ra ancha byudjetli variant. Narxi juda ham arzon. Buni xarid qilish uchun yoki narxlar bilan tanishish uchun siz hozirroq ekrandagi 78 122 0810 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki alo.uz saytiga kirasiz. U yoqda siz planshetdan tashqari, bu planshetda yo'q, hali qo'yilmagan. Planshetdan tashqari siz smartfonlar narxlari bilan tanishishingiz, onlayn buyurtma qilishingiz mumkin. Asosiysi narxi bilan tanishish uchun, qo'shimcha ma'lumot olish uchun 78 122 0810 raqamiga yagona alo kol markaziga qo'ng'iroq qilib ma'lumot olib zakaz qilishingiz mumkin, ya'ni buyurtma berishingiz mumkin. Eng zo'ri, biz nafaqat onlayn savdo bilan shug'ullanamiz, balki asosiy tomonimiz biz offlayn savdo bilan shug'ullanamiz. Ya'ni qanaqa? Xo'p, planshetni siz o'zingiz yaqin bo'lgan Alo avvalgi nomdagi Evan do'kondan xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni biz yana bir plyus tomoni shu joyda aytib o'tay, videoni keyinroqda aytaman, eslab qoling.
Biz asosan Toshkent viloyati, Surxondaryo atroflarida joylashamiz. Ya'ni Toshkent, umuman 14 ta filiallarimiz bor. Biz Yandex Maps'ga kirib, bemalol Alo deb pochtga qidirsangiz topib olishingiz mumkin. Zo'r yangilik sizlar uchun sir, ya'ni sekretini ochmoqchiman. Do'konimizga kelib, qachonki X9 ya'ni Honor X9D smartfonni xarid qilsangiz, mana bu planshetni siz tekinga olishingiz mumkin, ishonasizmi? Mana shunaqa zo'r planshetni smartfon kerak sizga, yangi yil yaqinlaringizga sovg'a olishingiz kerak, farzandlarga, ota-ona, opa-uka, aka-singillarga sovg'a berishingiz kerak. Nima olsam ekan deb o'ylansangiz, bunday qarangda, telefon olib bering, do'konimizga keling, Honor X9 ni oling, ularga sovg'a bo'ladi. Bu esa farzandingizga sovg'a bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bitta o'q bilan anaqa gap bilan aytganda, bitta o'q bilan ikkita quyonni urgan bo'lasiz, ishoning. Bizda hozircha mana shular edi. Lekin bitta narsani aytib qo'yay, bayram yaqin. Sovg'alar kerak bo'lsa, Alo do'koniga tashrif buyuring, xohlagan turdagi sovg'a topasiz. Ya'ni maishiy texnika deysizmi, aksessuar deysizmi, hammasi bor. Eng zo'rlari, eng zamonaviylari bizda. Nafaqat naqdga yoki muddatiy to'lovga olish mumkin. Agar bayram yaqin o'zi ko'p odamning cho'ntagi bo'shab qolgan, nasiyaga ham olish mumkin, ishonasizmi? 3 oydan 24 oygacha muddatiy to'lovga mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, men qo'limdan kelgancha sizlarga bilgan bilimlarimni ulashdim, ya'ni ushbu planshet haqida. Do'konimiz haqida ma'lumot ham berib o'tdim. Sababi ozgina tanaffus bo'ldi orada, shuning uchun yana bir ma'lumotlarni qaytarib o'tgim keldi. Do'stlar, bizda hozircha shular edi. Sizlar bilan endi roppa-rosa 1 yildan keyin, ya'ni 2026-yilda ko'rishamiz do'stlar. 2026-yilda barchangizga omad tilayman, ishlaringizga rivoj, o'zingizga sog'lik, farzandlaringiz kamolini ko'ring deymiz. Aynan mana shu kontent ostiga siz o'z nima desa bo'ladi, tabriklaringizni yo'llab qoling. Nafaqat bizga, balki ana shu kontentni ko'rayotganlarga o'z tabriklaringizni yozib qoldiring. Barchaga kirib kelayotgan 2026-yil omad yili, baxt yili barchangizga muborak bo'lsin. Xayrli bo'lishini tilab qolgan holatda mana shu joyda biz bugun kontentimizga yakun yasaymiz. To'g'ri, bizga ajratilgan vaqt bu qisqa emas. Ya'ni biz kontentni xohlaganimizgacha cho'zishimiz mumkin. Lekin men xohlamayman buni. Chunki vaqt eng asosiy nima desa bo'ladi? Eng asosiy insonni kerakli narsa. Vaqtni ko'p behuda sormaslik kerak. Shuning uchun aynan planshet haqida aytib o'tdim, bilganlarimni. Asosiysi men sizlarni kirib kelayotgan bayram bilan tabriklamoqchi edim. Planshet bir bahona edi. Sizlarga rahmat. Bizni mana shu qo'llab-quvvatlaganingiz uchun barchangizga kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.